Bir marta xiyonat qilgan boshqa qilmaydimi? Xiyonatning qo'lidan bir marta tutgan boshqa tutmaydimi? Hukmdorim, marhamat eting. Xiyonatning qo'lidan tutgan qo'lni kesib tashlashga ruxsat bering. Buyuring, meni qamoqqa tashlashsin, o'sha yerda chirib ketay. Ammo meni kechiring. Usmonli sultoni sifatida emas, birodarim sifatida afv eting. Af. Bir odam Boyazid Bistomiy hazratlarining boshiga aso bilan urdi. Shunday kuch bilan uribdiki, aso ikkiga bo'linib ketibdi. Boyazid Bistomiy hazratlari u odamga asal yuboribdi va yangi aso ham. Sababini so'rashdi. U odamning asosi men tufayli sindi debdi.